Hamzat Chimayev chempionlik kamarini qo'lga kiritganiga bir necha hafta ham bo'lgani yo'q. Lekin o'rta vaznda tortishuvlar avjida. Sobiq chempion kamari Usman o'zini asosiy nomzod deb hisoblayapti. Ammo Nasruddin Imomov ham bu huquqni qo'lga kiritdi. Lekin hamma ham bu fikrga qo'shilmayapti. Genri Cejudo ham darhol javob qaytardi. UFC uchun yo'lni o'zgartirish qiyin emas. Shu jihatdan divizion yanada qiziq bo'ladi. Ammo Imomovning Kayo Barologa qarshi jangida ko'p muxlislar ta'sirlanishmadi. Aslida Imomov natijalari juda kuchli, ortida g'alabalar seriyasi turibdi. O'zi ham aytib o'tdi. Men bu imkoniyat uchun bor kuchimni berdim. Nasruddin Imomov aniq ishonyapti. Keyingi jang kamar uchun bo'ladi va aynan uning ishtiroki bilan bo'ladi. Arman Sarukanning qilgan ishi yo'q deya yana Ilya Tapurini to'tini g'ajiyapti. U UFC 317 da Charles Oliveirani nokaut qilib olib, yorqin g'alabasidan keyin yengil vazn chempioni Tapuriga chaqiriq tashlayapti. Armanjon ukam aytishicha, Ilya bosim ostida ekan, tez charchab qoladi, unda yuqori darajadagi kurashi yo'q deydi. Yana u ishonch bilan aytayaptiki, o'zi ham, Islom ham uni yerda muammosiz ushlab turadi ekan. Shu bilan birga o'zini rejasini ham aytib qo'ydi ukam. Arman Sarukan allaqachon biladi Tapuriyani zarbalarga asoslangan usullarni qanday buzishi va uni parterdagi po'qalas tomonlarini qanday ochishi. Bu to'qnashuv ancha vaqtdan beri jarayonda edi. Endi esa kamar Tapuriyada bo'lgani uchun chuqchuqu qimmati yanada oshib ketdi. Stil nuqtai nazaridan bu jang o'ta qiziqarli. Armanning to'xtovsiz bosimi va yerdagi kurashiga qarshi Ilyaning kuchli zarbalari va boksi. Bay. Hozircha bu jang bo'lmaydi, ammo yaqin orada sodir bo'lishiga ishonchim komil aka. Asosiy sabab shuki, UFC hali ham Arman Sarukanni Islomga qarshi asosiy jangda mag'lub bo'lganligidan norozi ekan, Dana White janoblari. Shuning uchun Arman tituldan hali ham bir qadam orqada. Agar u yana bitta kuchli g'alaba qilib, intrigalarda davom etsa, 100% Ilya bilan hal qilib olishadi keyin. Savol faqat qachon? Shu kun kelganda omad shu yonadi, planeta yonadi. Arman Sarukan o'zi shunday dedi. U bomba bokschi, zarbalari udar, qo'llari haqiqatdan ham kuvalda. Sabr qilib, shoshilmay vaqt kelishiga kutorda kuvaldani. Bu uning eng kuchli tomoni. Bunaqa xususiyat hamma jangchida ham yo'q. Hatto u zarba yesa ham Tapuriya o'zini yo'qotmaydi, sovuqqonli saqlaydi, harakatlari aniq bajaradi. Bu uning eng katta ustunligi. Omma klinch vaziyatlarida Tapuriya po'qalas. Aynan klinch paytida u o'ta sekinlashib, charchashib boshlaydi. Men uchun eng zo'r variant uni kuchdan qoldirish, chunki u hali haqiqiy kurashchiga qarshi jang qilmagan. Tapuriyani yerga tushirib ushlab turgan yagona odam bor, bu Bryce Mitchell edi, lekin u ham top jangchilardan emas. Shu bois faqat shu jangga qarab uni kurashi haqida fikr chiqarib bo'lmaydi. Islom va mandaqa kurashchilar uchun uni yerga tushirish va nazorat qilish katta muammo emas. Shu yilning oxirida Arman Sarukan bilan Dan Hooker o'rtasida jang bo'lishi mumkin. Bu yangilikni UFC insideri Ali Abdulaziz ham tasdiqladi. MMA olamidagi muxlislar ko'rib turganingizdek, shu hamma intizor bo'lib turgan vaqt Arman Sarukan chiqib, "Men Tapuriyani keyingi raqibi emasman" degandan keyin mishmishlar to'xtamay bangillayapti. Endilikda barcha savol Tapuriya kamari birinchi marta kimga qarshi himoya qiladi?